Bu sayt orqali kompyuteringizga xohlagan pulli programmani bepulga skachat qilib ishlatishingiz mumkin. Buni hozir qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Mana o'sha sayt Reslot.net deb qidirasizlar. Bu polniy programmalarni vijdon qilingan variantlari bor. Mana o'zingizlarga kerak bo'lgan mavzuda nimalarni topib olsanglar bo'ladi. Har xil nimalari bor. Windowslar ham bor даже, o'yinlar, macOS uchun razli har xil nimalar, premiumlar. Bu bizga masalan nomidan menejerni bosamiz. Menejerga tegishli programmalar. Adobe Show masalan mana PS chiqib keladi. Shuni masalan skachat qilmoqchimiz. Bu besplatniy versiyasi, pulli emas. Faqat ustanovka qilayotganda internetlarni keyin nimalaringizni o'chirib qo'yasiz. Antiviruslaringizni o'chirib qo'yasiz. Pastroqda skachat chiqadi. Skachatga bitta bosasizlar. Agar sizlarda va uni bosganingizda avtomatik o'tib ketmaydigan bo'lsa, VPN yoqib ishlatib ko'ringlar. Mana bunga bitta bosib skachat faylini bosasiz, skachat qilib olib ishlatsangiz bo'laveradi.